Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 22-yanvar 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Gazoblok seximizda Gazoblok kanallarimizga video joylayapmiz. 20 ga 30-60 bo'lgan gazobloklarimiz. Mana shu bugun 2022-yil, 2026-yil, uzr adashdim. 22-yanvar kuni chiqib kelayotgan gazobloklarimiz mana realniy holati. Bular 4 kun oldin avval chiqqan gazobloklar. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavkasi bilan chiqazib beramiz. Bu gazobloklarimiz kecha chiqqan holatda. Mustahkamligi juda bir ajoyib bo'lgan holatda, buchchalari zo'r. Juda chiroyli holatda bo'lgan gazobloklar. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavkasi ichida. Buchchalar juda ajoyib. Gazobloklarimizni razmeri 20 ga 30-60, 10 ga 30-60, 12 ga 30-60, 15 ga 30-60, 24 ga 30-60, 27 ga 30-60. Shunaqangi razmerlarni gazoblok qilib bera olamiz. Faqat zakasiga oldindan buyurtma berasizlar. Tayyori bo'lmaydi. 20 ga 30-60 ni tayyori doim bor, xudo xohlasa. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 16,5 ming so'mdan yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Ekran nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Joylarimiz Yasin 550 markadagi sementda quyib tayyorlangan. Har bitta qolipga 110 kilodan sement tushadi. Yasin sementni afzalli tomonlari tez qotadi, mustahkam qotadi, keyin sho'r chiqazmaydi. Boshqa ko'p sementlardan afzalli tomonlari mana shu. Har bitta mana shu qolipda 12 ta dag'ich chiqadi. Ekranni sanab ko'rilsa ham bo'ladi. 12 ta dag'ich chiqadi. Bunga Yasinni 550 markasidan 110 kilodan qo'shiladi.